Hammaga assalomu alaykum aziz o'rtoqlar. Hozir biz Mirzo Ulug'bek tumanida turibmiz. Ya'ni shundoqqina Oqsaroy turar joy majmuasining yonginasida joylashgan Megadop nomlangan yangi turar joy majmuasi. Bu xonadonimizda 4-qavatda joylashgan 87 metr kvadrat umumiy maydoni 3 xonali kvartiramiz bo'ladi. Hozir men sizlarni umumiy qilib tanishtirib chiqaman. Bu podyezddan kiraverish yo'lagimiz, ya'ni asosiy eshigimiz bo'ladi. Kirganimizda o'ng qo'lda bizlarni stroyniy shkaflarimiz bor. Bu hol qismimiz, ko'rib turibsizlar, juda ham keng, kattagina. Bu yoqda bo'lsa zerkalli oynalarimiz joylashtirilgan va umumiy sanuzilimiz bor. Ko'rsanglar bo'ladi, yuvinish xonalari alohida qilingan. Hojatxonasi ham alohida qilingan aziz o'rtoqlar. Hozir hojatxonasini ko'rsataman. Kiradigan mashinalargacha, texnikalargacha joylashtirib qo'yishgan aziz o'rtoqlar. Endi bo'lsa mehmonxonaga tashrif buyuramiz. Mehmonxonamizni ham ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham kenggina, kattagina, yumshoq mebellarni joylashtirishgan, televizorlarimiz, chiroyli kartina, Hoffman texnikalari, ya'ni konditsionerlarni joylashtirishgan. Bu yerda bo'lsa 2 kishilik yosh bolalar yotoqxonamizni juda ham kompaktni qilib joylashtirib, ta'mirdan chiqarib qo'yishgan. O'zining shkaflari, yumshoq kravatlarigacha tayyor turibdi aziz o'rtoqlar. Xo'p, hol bo'ylab kelganimizda bizda bu yoqda oshxonamiz bor. Oshxonamizni ko'rsanglar bo'ladi. Oshxonamizning ichida garderobniy kladovka qilgan bo'ladi, ya'ni garderobniy shkaflari bilan garderob o'rnida foydalansak bo'ladi. Xo'p, bu yoqda 4 kishilik stol stullarimiz joylashtirilgan, o'zining idish tovoqlari bilan. Bu yoqda bo'lsa vstroyniy shkaflarimiz, kuxonniy va Hoffman texnikalari, Bosch texnikalari, gaz qurilmalari komplekt joylashtirib qo'yilgan aziz o'rtoqlar, ko'rsanglar bo'ladi. Mana Bosch firmasiga taalluqli gaz plita, mikrovolnoviy pechlarimiz joylashtirilgan. Xo'p, endi bo'lsa bu yoqda bizani master yotoqxonamiz. Master yotoqxonamizni ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham shinam, kattagina, keng qilib ta'mirdan chiqarib qo'yishgan. O'zining chiroyli birarlari, chiroyli qandirlari, bu yoqda bo'lsa televizorlari, komodlari va o'zining alohida shkaflariga ega. Xo'p, bu yoqda bo'lsa komodlarimiz ham bor. Ko'rsanglar bo'ladi. Uyimizga yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar. Xudo xolisa kelib ko'rsanglar. Chiroyli narxda baraka qilib yuboramiz aziz o'rtoqlar. Narxi 140 ming AQSh dollarida. O'tadigan joyi bor. Xudo xolisa kelib ko'rganinglardan keyin yana chiroyli narxlarda baraka qilib yuboramiz. Sizlar bilan Nodirlar bo'ldi. Hammanglarga